Tushda o'ldirmoq ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushida biror kishini boshini olmagan holda o'ldirganini ko'rsa, bir boy odamdan xayr-u manfaat ko'rishiga ishoradir. Boshqa ta'birchilarning aytishlaricha, o'ldiruvchi o'ldirilganga zulm qilishni ko'zlaganiga dalildir. Tushida o'zini o'ldirganlarini ko'rsa, umri uzoq bo'ladi. Kirmoniy aytadiki, tushida kimdir uni o'ldirganini ko'rsa, xayr-u manfaat topadi. Tushida bir guruh odamlarni zulm bilan o'ldirganlarini ko'rsa, ularning umri uzoq bo'lib, podshohdan foyda va yaxshilik ko'rishlariga ishoradir. Agar tushida birovni zulm bilan o'ldirilganini ko'rsa, osiy va zolim bo'lishiga ishoradir va Haq subhanahu va taolo unga ranj berishi uchun bir kishini yuboradi. Agar tushida birovni o'ldirganini va qon uning badanidan ravon bo'lganini ko'rsa, uning miqdoricha boylik topishini bildiradi. Agar o'z badanini bo'yalganini ko'rsa, o'z molidan birovga biroz berishini bildiradi. Agar o'z badanidan qon kelayotganini ko'rsa, o'ldiruvchining dini barbod bo'lishiga ishoradir. Ja'far Sodiq aytadiki, tushda hashirni, chaquvchi jonivorlardan birini o'ldirganini ko'rsa, dushmandan zafar topishini bildiradi yoki shu jinsga mansub bo'lgan biror kishi ustidan g'olib bo'ladi. Tushdagi qonga bo'yalgan qotil, g'addor va adolatsiz kishidir. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.